Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar va kanalimiz a'zolari. Xitoydan Remellik 7 litrlik mikserlarimiz yetib keldi. Mana xamir qorg'ish nasatkasi va lopatasi ichida vinchiga. Umumiy ko'rinishlari 220 da ishlaydi. Hozir bitta qo'lda ko'tara olmadim. Mana shuni bossa, mana bu ko'tariladi. Tezliklari juda ham tez. Juda ham tez. 30 litrli mikser tezligi mana shu yerda mana. Endi ko'rib turibsiz nechigacha tezligini. 750. Endi tezligini ko'rsatib beraman. Umumiy yoqildi. Mana bu 20 litrli mikseri tezligi. Mana bu 30 litrli mikseri tezligi. Endi ko'ravering u yog'ini. Boriga mana. $200 kerak bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Remellik Xitoy mahsuloti.